alaykum. Bugungi mavzumiz yangi texnologiyalar va ularning ta'siri. Sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt inson bajaradigan ayrim vazifalarni kompyuter yordamida amalga oshirishga qaratilgan texnologiyadir. AI ma'lumotlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish imkonini beradi. 3D printerlar. 3D printerlar metall va plastmassa va ularni boshqa materiallardan 3 o'lchamli buyumlar yaratadi. Ular modelni qatlam-qatlam bosib chiqarish orqali shakllantiradi. 3D printerlar sanoat, tibbiyot va ta'lim sohasida keng qo'llaniladi. Dronlar. Dronlar uchuvchi qurilmalar bo'lib, masofadan boshqariladi. Ular qidiruv ishlari, harbiy soha, suratga olish va yuk tashishda foydalaniladi. Ba'zi dronlar kamera va navigator bilan jihozlangan. Virtual reallik. Virtual reallik kompyuter yaratgan sun'iy muhitdir. Virtual reallik yordamida inson o'zida boshqa joyda turgandek his qiladi. U o'yinlar, ta'lim va tibbiyotda qo'llaniladi. Robotexnika. Robotexnika robotlarni yaratish va ularni boshqarish bilan shug'ullaniladi. Robotlar zavodda ishlab chiqarish jarayonida xavfli hududlardan va murakkab vazifalarni bajarish uchun yaratiladi. Biometriya. Biometriya insonning barmoq izi, ko'z, to'r pardasi, ovoz yoki yuz tuzilishiga asoslangan identifikatsiya usulidir. U xavfsizlik tizimidan keng qo'llaniladi. Kvant kriptografiyasi. Kvant kriptografiyasi yorug'lik zarralari, fotonlar xususiyatlariga asoslangan himoya usulidir. U ma'lumotlarni maxfiy va xavfsiz tarzda uzatishga imkon beradi. Kompyuter yordamida tarjima qilish. Kompyuter yordamida tarjima qilish matnlarni tez va samarali tarjima qilish imkonini beradi. Tarjima jarayonida maxsus dasturlar va tarjima xotirasi bazasi qo'llaniladi. E'tiboringiz uchun rahmat.